4-1-2-1-2 sxemasini afzalliklari. Bilaman, bu sxemada ko'pchilik o'ynamaydi. Lekin bu sxema uchun mos o'yinchilar topilsa, uncha komandani dovdiratib qo'yishi mumkin. Bu sxemani afzallik tomoniga keladigan bo'lsak, markaz to'liq nazoratga o'tadi. Hujum chizig'i 3 ta, markaz 4 ta va himoya chizig'i 5 ta o'yinchidan tashkil topadi. Shu sababli raqib jamoani markazdan hujum qilishi juda ham sekinlashadi. Ikkinchidan, bu sxemada uchlik o'yinni o'ynash juda ham oson. Har bir o'yinchida kamida yonida 2 ta yoki 3 ta pas beruvchi varianti bo'ladi. Realda Ancelotti, eski Milanda yoki Barselonada bu sistemani juda ko'p ishlatishgan. Uchinchidan, ikkita hujumchi bo'lganligi uchun doim tahdid bo'lib turadi. Hujum kuchaygan paytda orqadagi o'yinchi uchinchi hujumchi bo'lib beradi. To'rtinchidan, aynan hujumga qo'shiladigan yarim himoyachi o'yinni boshqaradi. Bunga misol Kaka, Ozil, De Bruyne va Bellinghamlarni aytsak bo'ladi. Sizlar shu taktik sxemada o'ynagan komandani bilsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Shunaqa foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.